Bolalar, bugun biz mana bu Visual Studio Code'da kodlarimizni yozib beramiz. Buni o'rnatishni o'rgataman hali. Hop, men yangi fayl. Hop, boshqasida o'shaman. Bunga fayl tashlash kerak. Sizlar sazdat bu yerda nimadirardi. Hop, topib olasizlar. Ustiga bossanglar papkalar chiqadi. Darslik deb qo'yaman men. Ochiladi. Bizlar darslikda mana bunga bosamiz. Ilkomni o'chirib tashlaymiz. Ilkomimizga kerak emas. Mana bu hozircha kerak emas. Git darslikka bosamiz. Mana bu yerda new file degan joyi bor. O'sha yerga index.html deymiz. HTML chiqadi. Hop, buni nima qilamiz? Unda belgisini qo'yamiz. Tabga bossak, tab bizga tayyor kodlarni chiqarib beradi. Hop, bunda kechirgan kodlarimiz h1. Buni qulayligi mana bunaqa. h1 deymiz. Tab bossak chiqarib beradi o'zi. Yana Ctrl bilan o'ngga chapkani bossak o'zi chiqarib qaytarib beradi. O'ngga bossa chiqarib beradi faqat. Mana pi tagida ham shunaqa. Kecha biz pini o'rganmadik. Ben qolib ketdi. Bolalar. Buni qayerdan ko'ramiz deyishinglar mumkin. Mishkani o'ng tomonini bosasizlar. Mishkasi yo'qlar uchun notebookda mishkasi yo'qlar uchun ikkita barmog'inglarni notebookinglarni anaqa mishkasini boshqaradiganga ikki barmog'inglar bilan bosasizlar. Bizga Google'da chiqarib beradi buni. Aytgancha Open with Live serverga bosamiz. Mana biz imani chiqarib beradi. Biz imani deb boshida. Biz title'ga misol uchun darslik deb qo'yamiz. Hop, bizga chiqarib beradi hozir. Buni ko'rish uchun Ctrl R ni bosasizlar. Yangilab beradi. Refresh qilaverasizlar. Hop, bunda biza kecha qaysi teglarni o'rganmoqlik. Inputlarni o'rgandik. Ya qolmabdi bunda. HTML qolmabdi. Siz ko'raveramiz. Style qolganlari esimda yo'qdi. YouTube'dan ko'rib olasizlar. Siz yozib. Bizda reshetka bilan paydo bo'ladi. Bu yerda biza h1 birinchi o'rganadiganimiz bu color. Mana blue desa ulamadi. Ulash esimizdan chiqib qoldi. Hidda ichida title'dan keyin mana yoniga olib borgandan keyin mana Ctrl bilan right arrow shuni bosasizlar, chiqarib beradi.
Mana. Mana ko'k berdi. Yana text alien. Text alien bu o'rtaga olib beradi. Mana. Nobody else ham bo'ladi. Sizdan keyin biz bootstrapga o'tamiz. PDga ham shunaqa beramiz. P. Ctrl V tugmasini bosish o'rniga Ctrl Enter tugmasini bosyapman. Hop. Mana o'rtaga keldi ikkalasi ham. Div ichida yozish kerak, faqat kattaroq sayt ishlayotganinglarda div ichida yozasizlar hammasini. Men har doim div ichida yozganman. Div ko'z chiqarib beradi. Bundan chiqib turamiz hozircha. Div. Keyin background o'rganamiz. Mana bu hamma narsaga ishlaydi. Anaqa rasmlarga ham, orqa fonlarga ham ishlaydi. Misol uchun biz blue deb qo'yamiz. Blue qilib beradi. Ko'rmay qoldi. Yellow qilamiz. Ketgancha width o'rganamiz. Width bu kengligi, uzunligi. Height ham o'rganamiz hozir. Height bu balandligi. Hop, bunga 50 pikselcha berib turamiz. Yo'q, bunga 800 piksel beraylik. Bunga 600 da tavsiya qilyapti bu. Margin 50 piksel. Bizning ustimizdan izolasiya qilyaptimi bu? Pastga tushiryordi-yu qayta buni. 900. Nima qiyordi buni? Hop. 0 da tursin. 0 avtoda tursin. O'rtaga keldi. 0 avto bersak, o'rtaga kelaylik. Hop. O'rgataman hozir Visual Studio Code'ni o'rnatishni. Extensions bo'limi bor. Bunda kerakli narsalarni yuklab olishinglar kerak. Hozir kod deb yozamiz Google'ga. Birinchi chiqqan saytga bosamiz. Download for Windows ga bosamiz. Keyin mana bu yerda strelka chiqadi. O'rnatiladigan strelka. O'shanda ko'rib olishingiz mumkin. O'rnatib bo'lgandan keyin chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda sozlamalar bor o'zini. Settingsga o'tib, buradan settingsga o'tasizlar. Font size bor. After delay qo'ysanglar, saqlanib turaveradi. Keyin mana bu yerda